Bir odam 99 ta odamni o'ldirgan bo'ladi va bir rohibni oldiga boradi. Qilgan ishlarini aytadi. Mani tavbam qabul bo'ladimi deb so'raydi. Rohib yo'q, qabul bo'lmaydi deb javob beradi. U kishi g'azablanib rohibni ham o'ldiradi. Keyin u qidirib bir yaxshi insonni topadi. Yer yuzidagi eng olim kishidan shuni so'raydi. Men 100 ta odamni o'ldirdim. Mani tavbam qabul bo'ladimi deb so'raydi. Olim odam aytadi, albatta, san bilan sani tavbangni orasiga kim ham tusha olardi deydi. Lekin san falon yerga, falon shahar, qishloqqa bor, u yerda Allohga ibodat qiladiganlar, insonlar bor. San ular bilan birga Allohga ibodat qil va o'z yurtingga qaytma, chunki u yer yomon joydir deydi. U kishi aytilgan tomonga qarab yo'lga chiqadi. Yo'lni yarmiga yetganida unga o'lim keladi va u o'ladi. Rahm-shafqat farishtalari azob farishtalari bilan birgalikda ular talashishadi. Rahm farishtalari aytadi, u tavba qildi, butun qalbi bilan Allohga qarab, yaxshi insonlar shahri tomon ketayotgandi deydi. Va azob farishtalari aytadi, hali u birorta yaxshilik qilgani yo'q-ku deydi. Shunda inson qiyofasidagi bir farishta hakam bo'lib keladi va u ikki tomonda masofasini o'lchaylar. Yaxshi shaharga yaqin bo'lsa, rahmat farishtasi olib ketsin, yomon shaharga yaqin bo'lsa, azob farishtalari olib ketsin deydi va uni o'lchashadi. O'lchashganda masofa yaxshi insonlar yashaydigan shaharga yaqinroq bo'ladi. Natijada uni ruhini rahm-shafqat farishtalari olib ketishadi. Bu hikoyadan bir nechta muhim tushunchalarni tushunsa bo'ladi. Kechikding degan yolg'on tushuncha bor. Bu psixologiyada nevroplastika deb ataladi. Inson miyasi va ruhiyati har qancha yoshda, har qanaqa vaziyatda o'zgarishlarga qodir. 100 ta xato qilgan bo'lsa ham hatto 101-qadamda yangi hayot boshlash mumkin. Inson hali birorta yaxshi amal qilmagan bo'lsa ham, lekin uni yo'lga chiqqani, harakat qilgani, yaxshi insonga aylanishga qilgan niyati psixologiyada kichik qadamlar bilan o'zgarish deb ataladi. Yopiq amaliyotlar, chuqur mashg'ulotlar Telegram kanalimda bo'lib o'tadi. Telegram kanalim silkasi profil shapkasida joylashgan.